Mana natijalarni ko'rib olinglar mana Muqim akamizdan. Yo'ladagi yo'la. Assalomu alaykum, hurmatli baliqchi akalar. Har doimgidek bugun dam olib yana baliqqa keldik. Akalar. Natijalar bor. Hozircha bir donishdan ko'rinayotgan bo'lsa. Hozir keldi, bir 15 minut bo'ldi endi. Xizmat tochkalarimni ko'rib qo'y. Bitta she'ring shashilib u yoqqa ketyapti. Xudo xolasa suvlar zo'r. Natijalar yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa natija zo'r bo'ladi. Hammalarga rahmat. Baliqchi akalar mana karas biqqisidan u bile göle degizan ekan. Çok. Ana akalar. Gram 300 yes. Bunda ham bor ama setkada. Dahshatlarida. Ana akalar. Olar natijalar. Malne bo'lyapti. Akamiz ham natijasini ko'rib qo'yaylik. Bitta bakkasidan ushadi. Toshna guvala deysizlar. Qaranglar. Akalar. Voy, bu sazan olib ketdi. Bu karas Ulubek, Ha endi. Ustasi ushadi. Ustasini ko'rib olinglar. Ha, shida 100 kilometrdan keldik. Poldonga ushyapti akamiz. Mana ukamiz Sarvar hoji. Sarvar boy. O ham bodroq bordi o'sha. O yoqda yana ikkita sherigimiz bor. Tomoshabinlar, natija zo'r. Baliqchi akalar, baliqimiz yakuniga yetdi. Mana ukamizning natijasiga. Mana tashlab ketdi. Mana joylar. Yaxshi zo'r oldi. Qaramaylik, mana shunda 3 kilo o'tishyapti. Sheriklar ham shoshgan, o yoqda o'tirishdi. Endi balig'imizni tozalab, baliqni yeb kelsak bu. Mazani qildik. Akalar. Mana mashinalarni to'g'ri bordi. Mana sekin chekidayni yakillarda. O narigi betlarda oqizib. Bak ketaylik. Plan to'ldi akalar. Epla baliq tozalab olsang. Baliq xo'rlik qilib ketamiz. Mana akalarimiz o'tiribdi. Mana natijalarni ko'rib olinglar mana Muqim akamizdan. Yo'ladagi yo'la Muqim aka bir qarab qo'ying aka. Mana. Ko'pragamiz. Mana aka. Ulubek. O, to'xta. O'n qaranglar mo'yis. Sazan deysiz bu karas ko'rgan odamchi. Akalar ham maza qilishdi uni. Rahmat. Rahmat. Chiqqan baliq. Endi akalar bitta gap. Yemlarni shuncha suvga tashab ketaylik. Baliqlar yeb o'rganib turadi. Tutgandan keyin baqib ham ketish kerak-da. Sarvar ham kelyapti. Ichiryapmiz endi. Tomosha uchun rahmat hammalarga.